اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qarindoshlar, biz dedik, dunyodagi davlatlar texniklik utuqqa binoan 5 turga bo'lindi dedik. Birinchi turdagilar bo'lsa 18 davlat. Bu 18 davlatning ichida birmi musulmon davlat yo'q. Hammasi Yevropa va Amerika davlatlari. Yani kafir, biz devatkan kafir devletler. Toğra, ulağa ikra degan ayet nazil bulmagan bilen, lekin bula şu ayetni emilileştirgenler. Onun aksice, yani bu 18 kumandan devletinin katarıga kiremegen Müslüman devletler olsa, 1400 yıl burun uqu deb ayet nazil bo'lgan ümmet. Bu 18 kumandan devlet olsa, hali yaqingacha o'qigan odamlarni jazolaydigan, turmuq soladigan devletler edi. Biz Yevropaning tarixini o'qiydigan bo'lsak, ilm-fan olimlaridan 50 ming olimga ziyonkashlik qilganligini bilamiz. Yani taxi bir necha asr ilgari Yevropada o'qiganlar, bulupmu ilim-fan o'qiganlar gunoh o'tkazganlarning qatorida turmuq so'lnadi. Endi nima uchun bu musulmon davlatlari bu 18 davlatning qatoriga o'tmadi? Agar pul yo'qmiki desa bor. Voy ma'qul harbiy kuchdan ojiz bo'lsa-ma, nima uchun o'tmadi? Buning misolida Yaponni olaylik, Germaniyani olaylik. Germanlar 2. Dünya urushida mag'lub bo'lib, cho'rt ash nolga tushgan davlat. Shuning o'xshash Yaponmi 2. Dünya urushida yavilan yaksan qilingan bir davlat. Hatto davlatning bir muqim, muntazam askar turg'izish huquqidan mahrum qilingan davlat. Qanday qildi? Cho'ng kichik hammasi bilimga yuzilinibdi. Vay Yaponda ishlangan desa, hammamiz mahsulotini setib oldik. Endi Malayziyaning bu davlatlarga kirib qilish ehtimoli nihoyat zo'r. Ammo bu 18 davlatlarning ichida islomning birinchi dushmani deb qaraladigan Isroil bor qarindoshlar. Endi 3-darajada 6 davlatlar. 3-darajada musulmon davlatidan 6 davlat bor. Bu bo'lsa Indoneziya, Tunis, Suriya, Algeriya, İran. Endi İranning siyosiy jihatdan İran buningda yuqoriroq turdi, ikkinchi qatorga kirdi deb o'ylayman men. Endi men buni sizlarga nima deyman hozir? Nima uchun davatman desam, yine buningdagi maqsadim qarindoshlar, kasalning nadiligini bilib, dal shu kasalni davolaydi deb gapni davatman men. Shuning foydasi ol deb davatman. Bu sizlarni bir umidsizlanishga, voy biz tugishibdik, bizda umid yo'q, unda emas qarindoshlar. Biz o'zimiz birga yashagan atrofimizdagi davlatlarga qarab boqaylik. Taq tunugin xeyni qaynitib ichadigan bir millat,
naiti cih bo'lsa 25 yil, 30 yil ichida qanday qildi desa, dunyodagi qo'mondan davlatlarning qatoridan o'rin oldi. Tas emas, faqat bizda iroda kamchiligi bor qarindoshlar. Bizning qo'limizda Qur'onimiz bo'lgan, bizning qo'limizda payg'ambarning qoldirib ketgan ta'limoti bo'lgan ajoyib bir millat. Bizdagi bu aloyidlik hech qanday bir millatda mavjud emas qarindoshlar. Shuning uchun islom ummati faqat o'rnimizdan turib, g'ayrat qilib, o'rinlig'ini tashlab, oldimizga ilgirlab, Qur'on hadisninki qo'mondonligi ostida bilimga yuzlansak, biz nayta oz yaqin fursatda tiyishlik o'rnimizga chiqa olamiz. Buningga ishonchimiz komil va bu bizning iymonimizning bir turi qarindoshlar. Endi mush temiga aloqador yana bir statistikani huzuringizga sunaman. Dunyoda har bir davlatning o'ziga tushliq oliy ma'arif organlari bor. Masalan, arablarningki 400 oliy maktabi bor. Amerikaliklarning 3500 oliy maktabi bor. Son nüfus jihatda arablarningki soni jiq. Lekin ma farqni qaranglar. Arablarningki taxminan 400 oliy maktabi desak, Amerikaliklarning 3500 oliy maktabi bor. Biz Uyg'urlarning necha oliy maktabi bor? Buningdan biz masalaning nadaligini yeni ko'rib olaylik qarindoshlar. Endi dunyoda mush oliy maktabning oldin qatorida turadigan oliy maktablardan nechisi bor deb statistik qilib, dunyodagi eng oldin qator turgan maktablardan tizib 500 oliy maktabni tizib chiqqan. Endi bu 500 oliy maktabni tizib chiqishda shu maktabningki xalqaroliq ilm sohasida cho'ng sahnalarda erishgan ilmiy mukofoti, shu maktabdan o'qish bitirib chiqqan o'quvchilarning dunyodagi cho'ng shirkatlarda ish o'rinlashishi, shu maktablarni bitirib chiqqan o'quvchilarning o'z millati orasida, o'z ummati orasida qozongan utuqi, shu millatga boshlamchilik rolini o'ynay olganlari va shundaqla shu maktabdagi noiti nodir kasblarning bor yo'qligi va shu maktabdagi kasb ahlilarininki sifati va soni mushundaq bir qator o'lchamlarga asosan dunyodagi oliy maktablarning oldin qator turadigan maktabning 500 maktabni tizdi, birdan tortib 500 gacha. Shuning ichida birmi islom universiteti yo'q qarindoshlar. Mening bilishimcha biz Uyg'urlarning eng ko'pinchimiz jihlarimiz islom universitetida o'qiyapmiz. Shu 500ta birmi islom universiteti yo'q. ...2004-yildagi statistikada ahvol mushu. Endi 2005-yildagi statistikada Turkiyadagi 2 maktab bu oldin qatoridagi 500 oliy maktabning qatoriga kiradigan. Turkiyadagi bir maktab birisi 409-numurga, yana birisi 468-numurga kiradigan. 2006-2007 statistikada Misrdagi Qohira universiteti 400-numur bilan shu 500 oldin qatori maktablarning qatoriga kiradigan. Endi mushu oldin qatoridagi 500 oliy maktabning ichidagi 168 oliy maktab Amerikaning oliy maktablari qarindoshlar. Agar biz oldin qatori turadigan oliy maktablarni 100 ga tushirsak, shuning ichidan 50 nachisi Amerikaning bo'ladi. Agar biz oldin qatori turadigan oliy maktablarni sonini 20 ga tushirsak, 17 Amerikaning bo'ladi. 3
ikkisi Angliyaning, birisi Yaponning o'g'lidir. Agar jimiga tushsak, o'ylab baqinglar. Nima uchun bu Amerika dunyoda mushunda qila oladi desa, dunyoda iqtisodiy jihatdan eng kuchli, ilm fan jihatdan eng kuchli, mushunda oliy maktablari bo'lganlikdan mana mushunda qila oladi. Biz musulmonlarcha pul yo'qmi desa, butun nefit bizdan chiqadi. Tak Allah subhanahu wa ta'ala uylamgan yerdan musulmonlarga az to'lib pul mol dunyo berib Biz shu iqtisodimizni mana mush maktablarga ishlatmay turib, mushunda maktablarni sanmay turib, ilm fanga, diniy bilimga mushunda kuchmay turib, hayotimizning ko'p qismini mush bilimga bermay turib, bolalarimizni mush bilimda o'qitmay turib, yana mashunda o'tib ketsak, xorliqda o'tib ketaveramiz. Günah kimde? Dal özümüzde. Bunu düşüneyle kardeşler. Hamda muş ali mekteplerninki meselesi kelsek, dünyada birincisi de Amerika aldı durdu. İkincisi de Angliya aldı durdu. Üçüncüsü de Yapon aldı durdu. Endi nüfus sani seliştirgan çağda İsrailiya 13-cü o'rinda turdi qarindoshlar. İsrailiyaning shunchalik bir 5 milyonlik, yani biz Uyg'urlarni hozir 25 milyon, 30 milyon, 5 milyonlik Yahudilarning 500 oldin qatardagi universitetning qatorida 7 universitet bor qarindoshlar. Biz voy Yahudi, voy anda Yahudi davatgan Yahudilarning mushunda maktabi bor. Asli bizning bo'lishimiz kerak. Chunki islom tarixini o'qisak, dunyoda tunji bo'lib oliy maktab qurgan, hozir Ispaniyaning Qurtubada oliy maktab qurgan musulmonlar. Dunyoda tunji bo'lib tabiiy fan tadqiq qilgan, tajriba fanni rasmiy tadqiq qilib, hikmat uyi deb hozirgi Palla akademiyasini qurib tunji bo'lib qilgan biz musulmonlar. Men sizlarga deb birma 8-ci, 9-ci, 10-ci əsrlərdə ilim fənnin tarixini sürüştürsək, musulmanların əsri, musulmanların zamanısı boğan. Şunun üçün o zamandakı musulmanlar əziz yaşayan. Biz şu hazır halimiz nədə bizninki? Əmdə bu kəmbəğəllikdən bu işini qılanmaydıqan şeyimiz desək, Janubi Afrika degan Afrika hammamiz bilamiz. Qo'siq to'ymaydigan, shu kiyim kiymaydigan, oyoq kiymaydigan odamni yashaydigan yer deb bilamiz. Janubi Afrikaningmi oldin qatordagi 500 oliy maktabning ichida 4 oliy maktab bor qarindoshlar. Ya'ni kambag'allikmi o'zir bo'lolmaydi. Faqat bizda iroda, tushuncha, iymon, ixlosni talab qiladi qarindoshlarimiz. Pul yo'qmi desa az to'li bor. Sondis hali sonimiz bor. Va yama emas halimiz. Bu nikamgacha mash o'qu desa, shu Qur'on o'qish, tajvid o'qish, va mishadil to'xtab qolamiz. Jinim qarindoshlarim. Qur'on men yenil takrorlayman. Qur'on o'qish bilan matematika o'qish, Qur'on o'qish bilan fizika o'qish, hammasi shu Alloh rizoligini maqsad qilinsa, İslam ümmetiga xizmat qilish maqsad qilinsa, Allohning buyrug'iga asosan yer sharini gullantirish maqsad qilinsa, o'xshash ajr berildi. Buni tushunaylik. Bo'libmi, o't yurak mu'min musulmonlar buni tushunaylik. Endi bu yerdagi masala qarindoshlar, bu statistikalar bizni o'qitish kerak. O't yurak qarindoshlarimizninki putqollarını hareketlendiriş gerek. Allah iqtisad bergen Uygur musulmanları kallanlarını silkip etişanlar gerek. Eğer silinin iqtisadınla, üzənla, yetli içidiğen iqtisad olsa silahının halınlığı vay. Allah bilen qasam qılman ki o dünyadan burun muş dünyada cezalanıp gitsinler. Tarixini obdan okunlar. Tarix tekrarlandı. Burunqı baylarımızın halı qandaq boğan bolsa, qaysi kuniga qolgan bo'lsa, sizlar shu kuni qolasizlar. İlla magar sizlar faqat mush degandek mush iqtisodinglarning ma'lum firstini musulmonlarning, Uyg'ur yoshlarining
o'g'il qizlarning bilim olish uchun maarif o'rinlarini, oliy maktablarni, ilm o'rinlarini ta'sis qilishga, o'quvchilarni o'qishga ajratmaydi ekansizlar, siz dunyo oxiratda ziyonkor bo'lasizlar. Mana bu shariatninki ko'rsatmishi qarindoshlar. Biz kallamizni silkitaylik. Hey, dunyoda kallaga ibodat qiladigan, dunyoda bir yo'qlang to'piga, toshga ibodat qiladigan odamlar ilm fan o'qib nada qopti? Biz Qur'onni quchoqlab, turistlarga ep qo'yib, shu ibodatninki namoz, zakot ma'lum qismini qilib qo'yiblam, holimiz nima bo'libdi? Biz kallamizni silkitaylik. Bu darsninki asosli maqsadi shu qarindoshlarimiz. O'ylab baqila. Hozir mush dunyoda shunda bir egizga chiqib, qo'linglarga bir dirbun elib shunda qarasanglar, ash qaloqlik, bilimsizlik, nodonlik degan yani ko'ray desanglar, islom dunyosi qarasanglar bo'ldi. Madaniyatlik, sapa, ilm fan taraqqiy qilgan, mashinalar yo'lda tuz mangdigan, mandaq mamaydigan, hamma odam qizilchariq rioya qildigan, insonlar bir-birini hurmatligiga qarasanglar, biz deyotgan shu butqa, yo uningga, buningga bir yo'qlar narsaga ibodat qildigan odamlar. Biz tavhid ahli, haqiqat egillari, Qur'oni Karimdan iborat musulmon emas, kofirlar itiraf qilgan bir haq kitobninki ummatining holi mushu bo'tadi qarindoshlar. Buning tüp birdan bir sababi bilimsizlik, bilimga ko'ngil bo'lmaganlik, yoshlarimizningki bilimga o'zini atamaganligi, pul topgan boylarimizning pulini bilimga xashlamay, boshqa narsalar uchun xashlayotganligi. Men boylarga deyman, agar sening puling bo'lsa, pulungni 3 ga bo'l. Birini musulmonlarning diniy ma'rifi, ya'ni bilim uchun ajrat. Diniy ma'rifat Qur'on o'qish, Qur'on uning emas, ilm fan uchun ajrat. Ya'ni butun Qur'oni Karimdagi ilmga ajrat. Bir qismini ballariga qo'y, bir qismini o'zingga qo'y. O'zing o'lib ketishdan burun ma qismini yenila. Ya yerim balam o'qasin, yerimi mush Uyg'ur musulmonlarning uchun vaqf bo'lsin, shularni xizmati bo'lsin diyemmisan, sen bayning ish chataq. Mana bu mening dindan o'qib tushunganim, mening bilganim mashu. Buni chuqum amallashtirish kerak qarindoshlar. Ashta qilsanglar, mush dunyoda chuqum sizlarning yeni boy bo'lishinglarga mening ishonchim bor. Allah'ның rahmetiga erişip bu dünya ahirettin burun bu dünyada sizlerinin nicat tepişanlığa işençim var. Ey canım qarindoshlarım, Qur'oni Kerimninki 1400 yıl burun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge nazil buluşu qanchalik bir vezniga, qanchalik qimmatga ega bo'lsa, Qur'oni Karimdagi o'qu degan oyatning nozil bo'lish rad tartibi shunchalik qimmatga va shunchalik ahamiyatga ega. Chunki din bu ilm o'qish bilan dunyoni tushungil bo'ladi. Ilm o'qish bilan din tushungil bo'ladi. Ilm o'qish bilan biz iymon keltirgan oxiratni tushungil bo'ladi. Mushuning hammasining oshquchi ilm qarindoshlar. Bunu düşüneyle. Yine birisi Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyada bir kanuniyetini kıldı. Yani bunu bir tabiatının kanuniyetine dap koyumuz. Bu kanuniyet sebep neticelik kanuniyet qarindoshlar. Quyosh mashriqdan chiqarib, mag'ribda o'ltirdi, suv oqtirdi, o't kuydirdi. Bir odam shundoq bir kichik bola o't qo'lni shunda apasi kuydi. Chunki bu sabab natijelik ish. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo o'qigan odamni u dunyo bu dunyoda aziz qilaman dedi. Ali raziyallohu anhu agar sen dunyoda bir bayashat yashaydisan, ilm o'qi. Oxiratda bir baxtli bo'lay, jannatga kiraysan, ilm o'qi. Dunyo oxiratni ikkilisida baxtli bo'lasan, ilm o'qi degan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ad-dunya mal'unun va ma fiha deb. Va mal'unun va ma fiha. Dunyoda ya o'quvchi bo'l, ya o'qituvchi bo'l.
Uningdan boshqa narsa bo'lsang, bu dunyoning hammasi bir yo'qlang, la'natlik narsa deb aytgan. Shuning uchun qarindoshlarimiz, bu bilimning ahamiyatini tushunaylik. Endi men dedim, mening bu so'zlagan darsim bir vazi nasihat emas. Biz hozirdan boshlab, mushni anlagandan boshlab, balki nurg'un qarindoshlarimiz bu ishni amallashtirib oldi. Agar siz mushni amallashtirmagan bo'lsangiz, darhol hozirdan boshlab amallashtiring. Uyqungizni 1 soat qisqartib, muzokarani uzarting. Oyda o'zingizga bir o'zingizni bir talib deb hisoblasangiz, oyda 2 kitob o'qing. Ammo ummatga kerak keladigan odam bo'lman, olim bo'lman desangiz, oyda 7 dan 10 kitob o'qing. Mana buni qilsangiz, mening so'zlagan so'zimning bir foydasi bo'lgan bo'ldi. Sizmi haqiqiy Qur'oni Karimdagi o'qu degan oyat o'z ichiga olgan ikkinchi bir shaxs, ya'ni muxotab bo'ldingiz. Xitob qilingan bir mu'min musulmon bo'ldingiz. Mushni boshlab o'taylik qarindoshlar. Mani bilaylik qarindoshlar. To'g'ri. Hozir men o'ttira qo'ygan statistika nurg'un masala bir davlat va odamga qo'yilgan masala. Endi vatanda oliy maktabda o'qiyotgan, chet elda oliy maktabda o'qiyotgan nurg'un qarindoshlarimiz, voy bizning sharoitimiz andoq. Biz o'xshamaymiz, voy bizdiga andoq, bizdiga mandoq deb to'g'ri. Bizda tusalg'u nihoyatda ig'ir. Biz nagil bo'lsak qiyinchilik uchraymiz. Lekin mush iymonimiz bilan, mushu irodamiz bilan har qanday qiyinchilikni yengishga men ishonchim bor. Chunki Rasululloh dedi: "Vasta'in billah va la ta'jaz" deydi. Sen Allohdan yordam tilab hech qanday ishni qilmayman dema deydi. Demak, biz cho'qim qila olamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda la yukallifullohu nafsan illa wus'aha deydi. Alloh har qanday odamni kuch yetadigan ishga buyurdi deydi. Demak, Alloh bizni o'qu dedi, o'qishga bizning kuchimiz yetadi. Oxirgi deydigan so'zim, Allah subhanahu va taolo har birimizning qila oladigan, qo'limizdan keladigan ishdan so'roq qiladi. Qo'limizdan kelmaydigan ishdan so'roq qilmaydi. Ammo qanchalik ish qo'limizdan keldi, kelmaydi, buni o'zimiz bilamiz. Alloh subhanahu va taolo bizga 1 kilometr doir ichida harakat qilish sharoitini bergan bo'lsa, biz 1 metr doira ichida harakat qilsak, Alloh chuqur bizdan so'raydi. Shuning uchun Alloh bizga 1 kilometr doir ichida harakat qilish sharoitini yaratgan bo'lsa, balki biz shuni kengaytirishga tirishimiz. Faqat bo'lmaganda 1 kilometr doir ichida harakat qilamiz. Ammo 800 metr ichida harakat qilib, 200 metr ya'ni mas'uliyatsiz qilib, ya'ni qilamayman, etamayman degan kirgizib, mushunda qildikanmiz. Alloh qiyomat kun chuqur bizdan so'raydi. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إي الله قوالخ واسلام من أمتم جا يتكزدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله